Sizlarga agar shunday buyuk insonning qabri kerak bo'lmasa, uni bizga beringlar deydi. Xullas 1956-yilda Indoneziyaning prezidenti, ya'ni sobiq prezidenti Sukarno janob oliylari O'zbekistonga tashrif buyuradilar va o'shanda O'zbekistonga kelganida men endi O'zbekistonni o'sha payt Sovet tuzumi, Sovet davri bo'ladi-yu, biz sizga O'zbekistonni ko'rsatamiz deb Registonga olib bormoqchi bo'lishadi, tam Shohizindaga olib bormoqchi bo'lishganda u aytadiki, yo'q, menga Imom al-Buxoriyni qabri kerak. Men Imom al-Buxoriyni majmuasiga boraman va birinchi navbatda ziyoratimni o'sha yerdan boshlayman deydi-da. O'shanda bular Imom al-Buxoriyning maqbarasi qayerda, qabri qayerda bilishmagan. Bu yoqqa hech samolyotlar bormaydi, u yoqqacha faqat poyezd boradi. Lekin biz 4 kun yurishimiz kerak deb aldashadi-yu Sukarnoni va o'sha 4 kun aylantirib shu yergacha olib kelishadi. Nima uchun? 4 kun ichida bu xarobani to'g'irlash uchun. Qamishzorlar orasida qolib ketgan qabrni qandaydir qilib shu 4 kun ichida hech bo'lmasa ozgina tozalab tashlashgan. Qamishzorlardan, musordan, boshqasidan tozalab tashlagan, keyin qabr xaroba holatda bo'lgan. Sukarno janob oliylari O'zbekistonga keladilar. Nima qiladilar? O'sha tuflilarini, oyoq kiyimlarini ko'chada yechib, shu chang, to'palang, qo'qzor yerdan piyoda, ya'ni oyoq yalang to Imom al-Buxoriyning qabrigacha boradilar. Qabrni oldida o'tirib ziyorat qiladilar-da, undan keyin o'tirganlarida Qur'onni to'liq qiroat qiladilar, ya'ni o'qib chiqadilar. 10 soat davomida, ya'ni kechqurun kelgan bo'lsalarga ertalab bomdod, hattoki quyosh chiqqan payt bo'ladi, o'shanda tugatadilar-da, keyin yig'laydilar. Va o'shanda o'sha Sukarno janobi hukumatiga murojaat qilib aytadiki, sizlarga agar shunday buyuk insonning qabri kerak bo'lmasa, uni bizga beringlar deydi. Chunki bu odam bunaqa munosabatga loyiq emas. Bu odam bizning payg'ambarimizdan keyingi o'rinda turadi men uchun degan. Sukarno o'shanda oltin taklif qiladi. Men sizga oltin beraman deydi. Har bitta tuproqni kilosi qancha bo'lsa, qancha shu yerdan agar biz tuproq olib ketsak ekan, biz shunchasiga evaziga sizga tilla beramiz. Bizga sotinglar deydi. Sotinglar deganda hukumat yo'q, Sovet davridagi o'sha hukumat yo'q, biz sotmaymiz, lekin tartibga keltiramiz deb o'shandan keyin bu yerga e'tibor berishni boshlagan. Avval kichkina masjid shaklida, keyin kattaroq majmua, keyin birinchi prezident Islom Karimov davrida birinchi o'sha chiroyli ko'rinishga kelgan. Lekin aynan hozirgi yangi o'sha O'zbekiston davrida Shavkat Mirziyoyev prezidentimiz yordamlarida bu yer mana shu holatga keldi. Ya'ni prezidentimiz Shavkat Miromonovich bu insonga bo'lgan hurmatlarini mana shunaqa shaklda ko'rsatdilar. Biz o'zbeklar bu insonni qanchalik hurmat qilishimizni shu darajada ko'rsatdilar va o'sha butun O'zbekistondagi eng chiroyli masjid qayerda deysiz agar, shubhasiz Imom al-Buxoriyni ko'rsatasiz.